Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Mehribon Allohdan har biringlarning har vaqtini xayrli qilib berishini tilayman. Biz uzun mezgil aloqani saqlash, qayta-qayta ko'rishish talabida bo'lib, tirishchilik ko'rsatish natijasida ko'pchiligimiz bildigan Turkiyadagi oila danishmani, nikoh psixik maslahatchisi, shundaqla o'z xalqi tarafidan to'plam uchun tepiliqsiz ne'mat ayol deb nom qozongan million agashkisi bo'lgan Turkiya sirtida mashhur atalgan Saliha Ardim xonim biz uchun nihoyat muhim, ehtiyojli bo'lgan masalalar haqida qimmatli leksiya hozirlab sunmoqchi. Bu orqali o'zining Sharq Turkistonlik qarindoshlarga bo'lgan muhabbatni qo'llashni bildirmoqchi aziz qarindoshlar. Bu har birimiz uchun bo'libmi onalar, ayollar o'qiyotgan qizlarimiz uchun nihoyat katta bir fursat hisoblanadi. Albatta buni qimmatini bilish, his qilish har birimizning o'zimizning aqli ham saviyasiga bog'liq. Biz buni faqat Allohdan ajr tilashni, qarindoshlarimizga manfaat bo'lishni niyat qildik. Mushu leksiyaga qatnashishni xohlaydigan qarindoshlar salonda o'rin cheklik. Shunga mushu to'pga kirib, o'zinglar tartibni saqlab tursanglar, biz keyingi o'rinlashtirishlarni mushu to'pda qilamiz. Bo'ldi hamsa hammalarni Alloh topshirdim. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Mehribon Allohdan har biringlarning har vaqtini xayrli qilib berishini tilayman. Biz uzun mezgil aloqani saqlash, qayta-qayta ko'rishish talabida bo'lib, tirishchilik ko'rsatish natijasida